Kuni kecha davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida O'zbekistonning turizm salohiyatini oshirish va xorijiy investitsiya loyihalarini jadallashtirish masalalari kun tartibidan o'rin egalladi. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, so'nggi yillarda mamlakatimizning turizm eksporti 1,6 karra oshib, 3,5 milliard dollarga yetdi. Sohada 2000 dan ortiq yangi tadbirkor ish boshladi. Hozirda xalqaro moliya tashkilotlari bilan turli sohalarda 20 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Joriy yilda esa investitsiyaviy loyihalar portfelini 42 milliard dollar miqdoridagi xorijiy sarmoyalar bilan boyitish reja qilingan. Buning natijasida 81 ta yirik loyihaga start beriladi. Respublikamizning turizm salohiyati yuqori hududlardan biri Surxondaryo viloyati sanaladi. O'lkada joriy yilda qator istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz mavzuni aniq misollar bilan davom ettiradi. Surxondaryo viloyatida bugunga kelib xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalar soni 483 taga yetdi. 2024-yilda vohada yo'lga qo'yilgan 129 million dollarga teng 9 ta xorijiy loyiha asosida 1,9 mingta ish o'rni yaratildi. Kuni kecha Prezidentimiz raisligida hududlarning turizm salohiyatini oshirish, xorijiy investitsiya loyihalarini jadallashtirish masalalari muhokamasi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlardan kelib chiqib, bu yilda viloyatda turizm eksporti hajmini 100 million dollarga yetkazish, sohaga investitsiya mablag'lari jalb qilgan holda qator sayyohlik markazlari qurish reja qilingan. Surxondaryo viloyatida 2024-yilda 700 mingdan oshiq xorijiy turistlar jalb qilingan bo'lsa, bu yilga 800 ming yetkazish va turistik eksportni hajmini 100 milliondan oshirish bo'yicha bizga aniq rejalar belgilab berildi. Sangardak va Omonxonada bugun prezidentimiz qarorlar qabul qilingan. Sangardakda biz dor yo'li qurilish ishlari boshlab yuborilgan jadallik bilan bugun o'rta shaharlarni rivojlantirish Jahon bankining loyiha direktori bilan birgalikda hamkorlikda ishladik. Bular bilan Omonxonada bo'ldik. Bu Omonxonaning potensialini ular ko'rib, o'zlari bugun 12 kilometr ularga olib kiradigan, Omonxona bulog'iga olib kiradigan yo'lni ta'mirlashga, 3 ta suv taqsimlash inshooti qurishga va 32 kilometr atrofida suv tarmoqlari qurishga mablag'ni ajratish belgilandi va loyihalarga qo'shimcha kiritildi. Bularni tahlili bilan agar biz bu ishlarni amalga oshirsak, birgina Omonxonani o'ziga bir yilda 200 ming turist jalb qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Belgilangan topshiriqlarni ijrosini investitsiyada ham, eksportda ham turistlarni jalb qilishdagi belgilangan topshiriqlarni ijrosini Surxondaryo viloyatida suvsiz ta'minlaymiz. Kecha muhtaram prezidentimiz video selektor o'tkazdilar. Turizmni rivojlantirish haqida gapirdilar. Surxondaryo viloyatini juda keng sharoitlar bor, juda salohiyati katta deb aytdilar. Masalan, bizda Sarasiyo tumanida 200 million dollarga yaqin investitsiyalar kiritish mumkin. Doppelmayr degan kompaniya, Avstriyaning kompaniyasi bizlarda dor yo'li quryapti. U ham 10 million dollarlik loyiha va o'ylaymanki, bizlarda Sarasiyo tumanida, Sangardakda dor yo'li paydo bo'lsa, turistlar soni oshiriladi. Har birta keladigan turist bu nafaqat ular mehmonxonada turadi yoki turistlik obyektlarga boradi. Ular viloyatimizga qancha ko'p kun tursa, shuncha bizlarga katta foyda. Biz mana shu muhtaram prezidentimizning tashabbusini juda qo'llaymiz, quvvatlaymiz va hamma bor kuchimizni sarflaymiz shu turizm sohasini rivojlantirishga. Joriy yilda viloyatda 37 ta sanoat yo'nalishida, 18 ta xizmat ko'rsatish, 21 ta qishloq xo'jaligi yo'nalishiga qaratilgan investitsiya loyihalarini yo'lga qo'yish reja qilingan. Qiziriq tumanining Istara massivida Qirg'iziston Respublikasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan chorvachilik kompleksini qurish loyihasi doirasida 40 ta yangi ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilmoqda. Loyiha qiymati 3 million AQSh dollarga teng bo'lib, 1000 bosh zotli qoramol parvarish qilinadi. Qiziriq tumanida 2025-yilda qiymati 100 million dollarlik 4 ta loyiha tasdiqlangan bo'lib, shundan 77 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirish belgilangan. Hozirgi kunda 4 ta loyihada ham ishlar olib borilmoqda. Jumladan Qiziriq taraqqiyot invest MCH qo'shma korxonasi tomonidan qiymati 28 million dollarlik bo'lgan 2 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Hozirda chorvachilik kompleksini tashkil etish loyihasi doirasida 3 million dollar o'zlashtirish belgilangan bo'lib, qurilish ishlari boshlab yuborildi. Bir oy ichida chorva mollari olib kelinadi.
Sho'rchi tumanida ham qator istiqbolli investitsiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Misol uchun, 2024-yilda 48,2 million dollarga teng to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya loyihalari yo'lga qo'yilgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkichni 65 million dollarga yetkazish reja qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilning dastlabki choragida qiymati 23,3 million dollar bo'lgan investitsiyalar o'zlashtirildi. Sho'rchi tumanimizda 2025-yilda 65 million dollar xorijiy investitsiya o'zlashtirish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 23,3 million dollar xorijiy investitsiya o'zlashtirilib 107% ga bajarilgan. 2025-yilda loyiha qiymati 945 milliard so'mlik 29 ta xuddi investitsiya loyihalari shakllantirilgan bo'lib, 211 nafar ish o'rinlari yaratilib, 19 milliard so'mlik xuddi investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Yil yakuniga qadar belgilangan xorijiy investitsiya mablag'lari to'liq o'zlashtirilib, loyiha foydalanishga topshiriladi. Surxondaryoda investitsiya loyihalarini amalga oshirishda asosiy e'tibor avvalo mahalliy xomashyoni qayta ishlash orqali eksportbop tayyor mahsulot ishlab chiqarishga qaratilgan. Birgina 2024-yilda viloyatda 269,5 million dollarga teng sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilindi. Joriy yilda esa vohaning bu boradagi ko'rsatkichi 324 million dollarga yetkazilishi reja qilinmoqda.